Dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 6-7 dekabr kunlari respublika hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat shanba kuni kechqurun va yakshanba kuniga o'tar kechasi Toshkent, Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yakshanba kuni kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'iston Respublikasi shimolida yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati asosan 5-7 dekabrda kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq, shimolda kechalari 2-7 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi. 8-dekabrda respublikaning ko'pchilik viloyatlarida yomg'ir yog'adi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan birozdan o'rtacha tezlikkacha esadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda vaqt bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 7-8 dekabrda ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Poytaxtimizda 6-7 dekabrda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqat 6-dekabrda kechqurun va 7-dekabrga o'tar kechasi yomg'ir yog'ishi mumkin. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat asosan 5-7 dekabrda kechalari 0-2 daraja iliq, kunduz kunlari 9-12 daraja iliq bo'ladi. 8-dekabrda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi.